Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Fikrat tahlil dasturining navbatdagi sonli efirda studiyada doimiy ekspertimiz siyosatshunos dotsent Muxtor aka Nazirov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muxtor aka xush kelibsiz. Demak, bugun peshingacha bu nima desam ekan, noodatiy tarzda suhbatlashyapmiz siz bilan, ya'ni ko'pincha peshindan keyin suhbat qurardik, ammo kecha muhim telefon qo'ng'irog'i bo'lib o'tgan ikkita katta davlat o'rtasida Rossiya Ukraina urushi va Yaqin Sharqdagi masalalar bo'yicha Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning o'zaro suhbati bo'lib o'tdi. Bu umuman olganda rasmiy ikkinchi suhbat ularning, ya'ni Donald Trampning lavozimga kirishganidan beri rasmiy ikkinchi suhbat va bu suhbatni juda ham ko'p kutishayotgan edi. Buning sabablaridan biri demak o'sha Donald Trampning va'dasi urushni to'xtatish, o'zi umuman Rossiya ham iqtisodiy nuqtai nazardan juda bir hozir baquvvat holatda emas, hali juda ko'p urushadigan darajada. Nima qilib bo'lsa ham urushni to'xtatish kerak, lekin bu yerda farq shundaki, Rossiya o'z shartlari asosida to'xtatish, Amerika Qo'shma Shtatlariga umuman farqi yo'q, tezroq to'xtatish. Ukraina esa bunda biroz xavotirda, ya'ni uni ustida biror bir reja, xuddi Chexoslovakiyaga o'xshab uni ustida biror bir reja amalga oshib qolishidan u xavotirda. Xullas mana shunday vaziyat. Mana shunday vaziyat. Demak, masalaning Yaqin Sharq bo'yicha qismini ham siz bilan hali suhbatlashamiz. Avvalambor, demak, Rossiya Ukraina urushi. Bu bo'yicha Ukraina rozi bo'lgan 30 kunlik sulh masalasi, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Saudiyadagi muzokaralardan so'ng buni siz bilan biz suhbat qilganmiz. Donald Tramp va Vladimir Putinning o'zaro suhbati mana shu sulhni boshlab berdimi yoki o'zgarib ketdimi? Sulh, assalomu alaykum valo. Sulh masalasi bu muzokaralar masalasiga o'xshab qoldi. Ya'ni dunyo jamoatchiligi o'ta murakkab, bir-biriga yaqin kelmaydigan muammolarning tezkor hal bo'lishini istayotgandek va bu haqida ko'p tilga olingani bilan bu qandaydir bir ilgari siljimayapti jarayonlar. Sababi tomonlarning pozitsiyalari juda ham har xil va uni ya'ni vositachilik orqali yoki o'sha chelnochniy diplomatiya deydi, ya'ni vositachilik diplomatiyasi orqali bir-biriga yaqinlashtirish juda ham ko'p vaqt talab qiladi. Bu vaqt Ukrainada va Rossiyada mavjudmi? Bu so'roq ostida. Lekin hozir muzokaralar formati xuddi shunday ko'rinishda davom etyapti. Avval Rossiya bilan muloqot, keyin Ukraina bilan muloqot, o'rtadagi tomonlarning pozitsiyasini tinglangandan keyin AQSh va Rossiya prezidentlari o'rtasida telefon qo'ng'irog'i bo'lib o'tyapti. Va bu qo'ng'iroq natijasida muayyan o'zgarishlarga erishildi deb atashimiz mumkin. Avvalo o'sha sulhga olib boradigan o'tashni vaqtincha to'xtatish va uni qanday shakllarda to'xtatish borasida kelishuv bor. U kelishuvning eng asosiy nuqtasi bu ya'ni energetik obyektlarga va infratuzilmalarga zarba berishni to'xtatish. Bu avvalo agar vaziyatni kuzatib borayotgan tomoshabinlar ham buni anglaydi. Ya'ni bu sulh haqida gap boshlanishidan avval Ukrainaning pozitsiyasi xuddi shunday edi. Ya'ni ta'kidlash mumkinki, Rossiya Federatsiyasi rahbari kechagi suhbatda Ukrainaning dastlabki pozitsiyasini takrorladi xolos. Ya'ni o'sha energetik obyektlarga zarba berishni to'xtatishlik, ya'ni boshlanishiga. Boshlanishi, ikkita tomonni to'xtatishlik bu o'zaro ishonchni tiklashning dastlabki qadami bo'lishi mumkin. Chunki Rossiya ham aynan energetika obyektlariga, podstansiyalarga zarbalar berish orqali Ukrainani ham xalq xo'jaligini, iqtisodiyotini izdan chiqarayotganligini inkor qilib bo'lmayapti. Avvalo Ukraina tinimsiz ravishda juda ham qimmatbaho g'arbdan kelayotgan qimmatbaho raketalarni, dronlarni urib tushirishga sarflashi ham bu bir tarafdan maqbul variant emas va bu uni zaxiralari juda cheklanganligini e'tiborga oladigan bo'lsak, Rossiya tomonidan ko'radigan bo'lsak, Rossiyaning berilayotgan asosiy zarbalar asosan neftni qayta ishlash zavodlari, neft saqlash bazalari, turli aynan neft va gaz bilan bog'liq bo'lgan infratuzilmalarga zarbalar amalga oshirilyapti va uning Rossiyaning asosiy iqtisodiy qudrati, urushni moliyalashtirish manbai aynan shu soha ekanligi va bu boradagi har qanday uzilishlar Rossiyaning iqtisodiy holatiga, urushni davomiyligi ta'sir ko'rsatish nuqtai nazaridan bu yerda manfaatlar mushtarak va bu narsa aynan takliflarda ham yangrab o'tdi.
tomonlar 30 kunlik otash kesimmi aynan shu qismida fikrlari bir xil. Ya'ni avvaldan reja qilingan va taqdim qilingan 30 kunlik vaqtinchalik sulh amalga oshmadi. Faqatgina energetika obyektlariga zarba bermaslikka kelishildi. Hozirgi ayni bayonotlardagi aniq natija hozir shunda. Ya'ni muzokaralar davom etadi deyilyapti. Ya'ni ikki tomonlama Rossiya va AQSh o'rtasida muzokaralarni texnik rasmiylashtirish, shartlarni kelishib olishlik borasida ishchi guruh tashkil etish bo'yicha kelishuvlar bo'lgan va bu ekspert guruhlari tuzilyapti va bu muzokaralar yana davom etadi degani. Buni umumlashtirib aytadigan bo'lsak, o'sha Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan muzokaralar natijasida ko'p yangragan endi to'p Rossiya tomonida deyilgan edi. Juda ham bu telefon qo'ng'irog'i natijasida endi to'p yana qaytib Ukraina tomoniga o'tgandek taassurot uyg'otyapti. Endi Ukraina tomoni bunga munosib javob berishi kerak va bu javob ularni ko'proq xavotirlantiradigan narsa AQShning pozitsiyasida Rossiyaning aynan tinchlikka erishish sulhga borasidagi fikrlarni muayyan darajada anglash, tushunish, qabul qilish kayfiyati mavjud. Va bu Ukrainaning manfaatlarini agar urushni tezroq tugatishga olib boradigan taklif bo'ladigan bo'lsa, Ukrainaning manfaatlarini ikkinchi planga ko'chirish hisobiga ham amalga oshirishi mumkin. Ukraina xavotirlari shunday. Shuning uchun ham Vladimir Zelenskiy bot takrorlaydi. Ukrainaning taqdiri uning ishtirokisiz uni manfaatlarini inkor qilgan holatda hal etilmasi kerak. Va bu tezis, narrativ tarqatilyapti va bu narrativ muayyan darajada Yevropa davlatlari tomonidan ham qo'llab-quvvatlanyapti va har qanday o't ochishni to'xtatishlik bu tomonlardan juda ham katta o'zaro ishonch talab qiladi. Chunki o't ochishni to'xtatishlik ya'ni biror bir tomonga ustunlik berib qo'ymaslik kerak. Ya'ni Rossiya bu o't ochish to'xtatilgan davrda yaxshi tayyorgarlikni amalga oshirib, vaziyatni o'rganib va olgan razvedka ma'lumotlari asosida aniqroq zarba berib vaziyatni o'z foydasiga ag'daradigan bo'lsa, bu Ukraina manfaatiga to'g'ri kelmaydi. Ukraina ham bu urush davrida qurol-yarog' zaxirasini yaxshigina shakllantirib, mana hozir ma'lumotlar ham ayrim ma'lumotlar yuribdi. Ya'ni Ukrainaning harbiy rahbariyatida ham o'zgarish bo'lishi mumkin. Qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari o'zgarishi mumkin. Kursk operatsiyasining Ukraina talqiniga ko'ra muvaffaqiyatsiz yakunlanganligi nuqtai nazaridan bu ham ya'ni urushning keyingi bosqichiga muayyan tayyorgarlik uchun qandaydir bir fursat vazifasini o'tamaslik kerak. Ya'ni ikkala tomon ham bu otash kesimmi mana shu masalasida bir-biridan xavotir bildiradi. Va telefon qo'ng'irog'iga agar qaytadigan bo'lsak, telefon qo'ng'irog'ida aynan shu narsa yana bir yangiladiki, ya'ni dastlabki ishonchni tiklash tomonlar o'rtasida shakli sifatida yoki xayrixohlik belgisi sifatida uni ta'kidlab o'tildi. Rossiyaning Kreml bayonotida 175 ga 175 harbiy asirlarni almashishlik va 23 nafar og'ir aynan yaralangan Ukraina harbiy askarlarini Ukraina tomoniga o'tkazishlik bu e'lon qilindi. Bu ham o'ziga xos ishora. Ya'ni diplomatiya odatda ishoralardan iborat bo'ladi. Va ishoralar va uni mantiqiy ketma-ketligi narigi tomonga xuddi shunga o'xshash qarorlar qabul qilishlik yoki keyingi qadamlar tashlashga xuddiki rag'bat bo'layotgandek. Aynan shu diplomatiya shu ko'rinishda bu yerda davom etyapti. Yana nimalarni ko'rishimiz mumkin? Masalan, Qora dengizda navigatsiya xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tashabbusni Rossiya tomoni qo'llab-quvvatlayapti. Va bu yerda Rossiyaning bu muzokaralarda shu narsa ayon bo'ldiki, baribir kuchli pozitsiya Rossiya tomonida va buni AQSh tomoni buni e'tirof etyapti va o'zi uchun qabul qilyapti va bu yerda berayotgan masalan shartlarni aytib o'tadigan bo'lsak, ya'ni butun jangovar harakatlar ketayotgan chiziq bo'ylab o't ochishni ehtimoliy to'xtatishdan avval uni samarali nazorat qilish mexanizmini joriy qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha hozir aytgandek, Ukraina tomoniga bu ustunlik bermaslik kerak. Bu qanday ko'rinishda? Mana shu o't ochish to'xtatilgan davrda Ukraina harbiy mobilizatsiyani amalga oshirmaslik kerak. Ya'ni harbiylarning sonini oshirishga yoki zaxiralarning sonini oshirishga foydalanmaslik kerak. Yoki Ukraina qurolli kuchlarini
qaytadan yana qurollantirish, ya'ni qurol yarog' va razvedka ma'lumotlari ko'rinishida uni salohiyatini oshirishga bo'lgan harakatlar bo'lmasligi kerak. Bu gapni ortida AQShga juda ham kuchli signallar borki, agar AQSh bu mojaroni tinchlik yo'l bilan hal etmoqchi bo'lsa, avvaldan ma'lum qilingan neytral maqomiga qaytsin. Ya'ni ikkala tomonga ham na harbiy, na iqtisodiy qaysi bir tarafdan ustunlik berishga intilmasin. Va buni amalga oshirishlik, agar AQSh neytral pozitsiyasida tomonlarni kompromissga olib borishga undash pozitsiyasida bo'ladigan bo'lsa, AQShning mana shu salohiyatini kimdir o'rnini bosish kerak. Aks holda muzokaralarda notenglik yuzaga keladi. Ya'ni hozirgi harbiy qudratga ega bo'lgan va urushda taktik o'sha jang maydonida deylik, taktik baribir ustunlik hujum qilayotgan tomon sifatida Rossiyaning imkoniyatlari oshiqroq bo'ladi va u shart qo'yuvchi tomon bo'ladi. Ukraina tomoni uni qandaydir savdolashish pozitsiyasidagi kuchsizroq pozitsiyada bo'lib qoladi. Va bu holat Ukrainani bu jarayonlarga tayyor bo'lishligiga va bu shartlarni qabul qilishligini biroz qandaydir murakkab holatga keltirib qo'yadi va buni darhol Vladimir Zelenskiy bu jarayonlarga munosabat bildirganda ta'kidlab o'tdi. Ya'ni uni bayonotlariga qaraganda Kiyev har qanday ko'rinishda harbiy yordam berish to'xtatilishligini Ukrainani zaiflashtirishga qaratilgan qadamlar, avvaldan rejalashtirilgan qadamlar sifatida baholayapti va bu ham shuni ko'rsatadiki, aynan Rossiyaga va uning hozirgi kunda yetakchisining bu Ukraina borasidagi fikrlariga bo'lgan ishonchsizlik juda ham yuqori. Avvalo Ukrainani o'zida va Ukrainaga chegaradosh bo'lgan Yevropa davlatlarida ham bu narsa juda ham kuchli va yakunda Zelenskiy bu muzokaralarni, muloqotlarni baholayotib bitta umumiy fikr aytdi. Ya'ni Putin tomonidan e'lon qilingan shartlar, hozir sanab o'tgan shartlarim, avvalo Rossiyaning urushga, tinchlikka tayyor emasligini ko'rsatadi. Va tinchlikka va Ukraina masalasida avvaldan shart qo'ygan holatda muzokaralarga kirayotganligi bu konstruktiv yondashuv emas. Va Rossiyaning qo'ygan shartlariga Ukraina rozi bo'lishligi bu urushning Rossiya foydasiga, uni rejalari asosida yakun topishiga yo'l ochib beradi degan xulosani beryapti. Rahmat Muxtorga. Hurmatli muxlislar, demak mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa yuborishingiz mumkin. Biroz muddatdan so'ng chatdan to'liq savollarni olamiz. Demak, ungacha Muxtor aka, mana hozir bu yerda nafaqat Ukraina, AQSh, bu yerda Yevropa ham bor. Agar shuni ham hisobga oladigan bo'lsak, AQSh, Yevropa, Ukraina, Rossiya. Ushbu suhbatdan kim ko'proq yutdi? Ushbu telefon suhbatidagi kelishuvdan kim ko'proq yutdi? Endi har bir bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari muayyan darajada Donald Trump o'zini yuzini saqlab qoldi. Ya'ni bu shuncha sa'y-harakatlar muayyan natijaga olib kelish kerak edi. Shuncha diplomatik sa'y-harakatlar, urinishlar, Saudiyada bo'lib o'tgan 2 uchrashuv, avvalgi telefon qo'ng'iroqlari, ya'ni o'zini kun tartibida o'zi hal etishi kerak bo'lgan masalalarni chetga surib shu narsalar bilan shug'ullanyapti va tinimsiz ravishda ijtimoiy tarmoqlari orqali va ommaviy axborot vositalariga ya'ni bu jarayonni yoritib boryapti. Ya'ni o'ziga xos bu tinimsiz ravishda buni yoritib borayotganligi jamoatchilik fikrini markaziga baribir Ukrainani olib kelyapti-da. Bu shu nuqtai nazardan, ya'ni ikkinchi tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, muayyan natijalar bor shuncha harakatlarga qaraganda va ikkinchi tarafi AQShni Rossiyaning muzokaralar trekiga, shuna trek degan tushuncha bor, ya'ni munosabatlarni hal etish yo'li, tinchlik yo'liga o'tkaza oldi. Bu Trampning so'zsiz yutug'i, ya'ni muzokaralar haqida ko'proq gapirilyapti Ukraina borasida boshqa harbiy masalaning harbiy yechimiga qaraganda. Konstruktiv muloqot, ya'ni tomonlar bir-birini tinglashga o'tganligi, avval Rossiyani hatto shu Ukraina haqida gapirganda shunday inkor qilish holatlari kuchli edi. Hozir qanchalik darajada agar olib qaraydigan bo'lsak, AQShga reputatsiya yo'qotishlar bo'lsa ham, lekin bu Rossiya bilan bo'layotgan muloqotlarda
ya'ni Rossiyaga keng maydon ochib berayotganligi. Rossiyaga keladigan bo'lsak, Rossiya o'zini pozitsiyalarini ochiqlashga va uni argumentlashga muvaffaq bo'lyapti va bu ommaviy axborot vositalari keng yangragani sari bu jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatadi, qaror qabul qilish markazlariga ta'sir ko'rsatadi. Yevropa davlatlari ham, ya'ni Rossiya bu urush borasida o'zi aniq pozitsiyalarga ega ekan, Rossiyaning niyati Ukraina hududi chegarasidan chiqmas ekan degan fikrga ham olib kelishi mumkin. Ya'ni Yevropani bu yerda maqsadi Ukraina masalasi, Ukraina sharqida va hozirgi jangovar harakatlar ketayotgan chiziq bo'ylab yakun topsa, ular nazarimda e'tirozi yo'q. Lekin uni geografiyasi kengayib ketadigan bo'lsa, Ukrainaga chegaradosh bo'lgan hududlar bor, NATOning sharqiy qanoti degan hududlar bor, ya'ni Boltiq bo'yi mamlakatlari va Finlandiya bu yoqqa qo'shildi. Ularning xavfsizligi ham so'roq ostiga qo'yiladigan bo'lsa, bu Yevropa davlatlaridan qandaydir bir harakatga undaydi. Hozir ham harakatlar ketyapti va bu harakatlar nazarimda ko'proq Yevropa o'zining urushdan keyingi xavfsizlik arxitekturasini shakllantirishdagi pozitsiyasini kuchaytirishga bo'lgan harakatlarda namoyon bo'lyapti. Tinchlikparvar kuchlar deysizmi yoki harbiy budjetni oshirish deysizmi, ya'ni harbiy sanoatni muvofiqlashtirish, standartlashtirish, harbiy ya'ni qayta qurollanish deysizmi. Bular hammasi avvalo Ukrainani ortda turgan kuchlarni pozitsiyasini kuchaytirishga qaratilgan harakatlar va shu narsa Ukrainani agar qaraydigan bo'lsak, Ukraina tomoni ya'ni bu muzokaralar davomida maksimal darajada harakat qilyaptiki, Ukrainani haqidagi fikr mulohazalarda Ukraina davlatchiligini saqlab qolishlik va Ukrainani hozirgi urushdagi diplomatik harakatlar bu ya'ni uni hududiy bo'linishligiga olib kelmasligi ga katta urg'u beryapti. Chunki Ukrainaning bu urushda qaysidir bir hududlarning yo'qotilishligi uni hali jamoatchilik tarafidan qabul qilib bo'lmaydigan voqelik. Va jamoatchilik fikri ham, so'rovlar ham buni tasdiqlaydi va Ukraina jamoatchiligining aksariyat qismi urushni davom ettirish va hali urush bo'yicha hududlarni yo'qotish ko'rinishidagi murosaga tayyor emasligi, hattoki o'sha qariyb 60% o'sha so'rovnomada qatnashganlar agar g'arb yordam to'xtatilib qo'yiladigan taqdirda ham urushni o'z imkoniyatlariga tayangan holatda davom ettirish kayfiyatini namoyon qilgan. Ana shunday pozitsiya mavjud ekan, bu pozitsiyaga tayangan Zelenskiy o'zini baralla, ya'ni Ukraina pozitsiyasi haqida gapira oladi. Ya'ni bu yerda Ukrainada ana shu urush masalalari bo'yicha qandaydir bo'linish ko'zga tashlanmayapti. Bu Zelenskiyning katta yutug'i deb o'ylayman. Rahmat Muxtor aka, mana so'nggi xabarlarda shunday masala ketyaptiki, BBCda chiqqan bir Fox Newsga, Trumpning Fox Newsga bergan intervyusida aytayaptiki, biz Vladimir Putin bilan harbiy yordam haqida gaplashmadik, Kiyevga harbiy yordam haqida gaplashmadik deyapti. Endi umuman olganda bu siz aytayotgan gap bilan ham teskari emas, ya'ni 30 kunlik sulhning ichida Rossiyaning qat'iy talabi bor ediki, Kiyevga harbiy yordam bermaslik, chunki 30 kun dam olib kuchayib olishi mumkin degan iddao bor edi bu yerda. Ammo bugungi kelishuvda bu narsaga tegilmadi. Demakki, G'arb harbiy yordam berishda davom etaveradi va bu o'sha energetika obyektlariga zarba bermaslik haqidagi kelishuvga zid emas. Shundaymi? Chunki Tramp aytayapti, yo'q, biz buni gaplashmadik deyapti. Endi qaranglarda, bu yerda oq qo'yib bergan bayonotlarda ham bu energetik obyekt ya'ni qurol yarog' to'xtatish haqidagi so'zlar yo'q. Buni e'tirof etish kerak, lekin Kreml berayotgan bayonotda bu so'zlar bor. Ya'ni rasmiy bayonotda qaysi biri o'tadi endi? Ya'ni bu shundan dalolat beradiki, bu qurol yarog' to'xtatishlik haqidagi gap bu Rossiyaning gaplari. Rossiya tomonidan bildirilgan. Bu uning xohishi, ya'ni bu shartlari desa ham bo'ladi. Bu muzokaralarni keyinchalik muvaffaqiyatli davom etishligi uchun o'sha Putin Belarus prezidenti bilan bo'lib o'tgan press konferensiyada aytgandek, nyuanslar bor degandagi nyuanslar shunga o'xshaydi. Shu masala uning nyuanslari, ya'ni uning xavotirlari mavjud. O'sha xavotirlar e'tiborga olinsagina muzokaralar keyingi bosqichga chiqishi mumkin. Keyingi bosqich bu bevosita aynan
Ukraina va Rossiya vakillari ishtirokida AQSh vositachiligida o'tadigan bosqich. Lekin bu bosqichgacha tomonlarni pozitsiyasi bir-birini tinglashga olib kelmaydigan bo'lsa, buni amalga oshirish qiyin. Va bu ham qaysidir bir vaqt talab qilishi mumkin. Rahmat. Endi keyingi masala bu ikki prezidentning suhbatidan ko'pchilik kuzatgan va kutgan bu Yaqin Sharq mojarolari, Yaqin Sharqdagi vaziyatni yumshatish masalasi edi. Lekin bu yerda faqat Eron haqida gap ketyapti. Tushunishimiz bo'yicha faqat Amerika Qo'shma Shtatlari manfaatlari bu yerda ilgari surilgan. Eron haqida gap ketyapti, lekin Isroil-Falastin urushi to'g'risida umuman gapirilmadi. Eng kamida bayonotlarda, balki o'zaro gaplashgandir, lekin bayonotlarda aynan Isroil-Falastin urushini, Isroilning G'azodagi qirg'inini to'xtatish degan masala ko'rib chiqilmadi. Rossiyada imkoniyat edi. Dunyoda ali bir yuzini saqlab qolish, ya'ni bir o'zini musulmonlarga mehribonligini ko'rsatish, Yaqin Sharqda u agressor tarafda emasligini ko'rsatib qo'yish uchun Rossiya uchun bu imkoniyat edi. Ya'ni biz mana Donald Tramp bilan gaplashdik. Ya'ni Isroil o'zining bosqinchilik yurishlarini, G'azodagi qirg'inni to'xtatish kerak. Eng kamida sulhni buzmasligi kerak. Mana G'azoda hozir qaytadan boshlab yubordik-ku, bombardimon qilishni. Mana shuni qilmasligi kerak deganni biz aytib qo'ydik degan masalalar negadir ko'rinmadi. Faqat Eron aytildi. Ya'ni shunda ham mana Eronni Isroilni yo'q qilish imkoniyatiga ega bo'lmasligi tushunarli. Buni butun dunyo shunday deb hisoblaydi. Hech kim hozir bir davlatni yo'q qilib tashlash to'g'risida gapirmaydi va bunga hech kim rozi ham bo'lmaydi. Chunki Isroil deylik G'azoda genotsid qilyapti, g'arbiy sohilda ko'chmanchilar bilan kirib boryapti, lekin Isroilda juda ham ko'p davlatlarning fuqarolari ham bo'lishi mumkin ayni damda va Isroil bilan juda ko'p davlatlarning diplomatik aloqalari ham bor. Ya'ni hech kim Isroilni yo'q qilish to'g'risida gapirmayapti bu mavzuda. Va aynan ikki rahbar shuni kelishibdi. Ya'ni Eronda Isroilni yo'q qilish imkoniyati bo'lmasligi kerak. Bu tushunarli edi shundoq ham. Hozirgi holatida ham. Lekin Isroil-Falastin urushi to'g'risida biror bir gap so'z yo'q. Endi bu masalani agar mantiq ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, ya'ni Rossiyaning aynan Isroilning G'azo sektori va umuman g'arbiy sohilda amalga oshirayotgan xatti-harakatlarni to'xtatish borasida rejalari mavjudmi, imkoniyatlari mavjudmi? Va Rossiyaning o'sha Yaqin Sharq muammolarini hal etishdagi hozir subyektlik darajasi qanday? Bu so'roq ostida, ya'ni shunday resursga ega bo'lmagan tomon bilan uni muhokama qilishlik bu qanday mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi-da. Va hech bo'lmasa bayonotlar bilan deyman. Bayonotlarda ya'ni Eron tilga olinganligi sababi Eron bilan yadro qurolini ishlab chiqarish borasidagi sa'y-harakatlarni to'xtatishlik, umuman yadro energetika sohasidagi ishlarni tartibga solishlik, shaffoflikni oshirish borasida avvalgi uchrashuvlarda Rossiyaning vositachiligi so'ralgan. Rossiyaning bu yerda ishtiroki bor. Shuning uchun ham Eron bu yerda tilga olinyapti. Endi Yaqin Sharqdagi vaziyatlar ko'proq mana bu Isroil tomoni berayotgan bayonotlarga qaraganda, ya'ni bu xatti-harakatlar to'liqligicha Washington bilan muvofiqlashtirilgan deyapti. Ya'ni bu Isroilning o'zini yakka holda amalga oshirayotgan harakatlari emas va bu aynan ularni bayonotiga qaraydigan bo'lsak, Hamas tarafidan o'sha sulhni muayyan shartlarni buzilishiga javob tarzida aytilyapti va Tramp o'sha balkim o'sha va'da qilgan deymizmi yoki Hamasga tahdid solgan, ya'ni jahannam bo'ladi agar tezkorlik bilan o'sha qolgan asrdagi insonlarni ozod qilmaydigan bo'lsanglar degan do'q-po'pisasini qanday amaliy ifodasi ham bo'lishi mumkin. Va eng yomon tarafi bu gumanitar inqiroz va bu gumanitar inqirozga shunchaki ko'z yumib yuborilyapti. Bitta hujum natijasida qariyb 400 balki undan ham ortgandir tinch aholi vakillarini qurbon bo'layotganligi va bu zamonamizda yuz berayotganligi bunga juda ham normal holatda qarashga bo'lgan intilishlar jahon ommaviy axborot vositalarini bong urmayotganligida bu juda ham ajablanarli, hayratli holat. Va bu masalada endi bir narsani kuzatish mumkinki, Rossiyani imkon qadar bu AQShni pozitsiyasi sezilyapti. Ukrainadagi muammolarni hal etish borasidagi uni qadamlarini boshqa masalalar bilan o'zaro bog'liqligida hal etishga harakat qilyapti.
ya'ni Rossiyaning o'sha xalqaro maydondagi mavqeini tiklash va urushdan avvalgi mavqeini tiklashga harakatlar bor. Ya'ni savdoga shu narsa ham tikilgandek. Ya'ni aynan Eron masalasida Rossiyaning vositachiligini talab qilinayotganligi, so'ralayotganligi va Eronni aynan Isroil, endi ular Eronda aynan sionistik rejim deb ataydi-da, hatto Isroil deb ham atamaydi, tan olmagan. Aynan shundan kelib chiqadi. Ya'ni davlatchilikni tan olmaydi. Va Eronning bu boradagi harakatlarini Rossiya orqali qandaydir tinchitishga harakatlar bordek tuyuladi. Ya'ni nima demoqchiman? Yaqin Sharq masalasida kuchli aktorlar bilan AQSh bir boshqacha gaplashadi. Aynan Ko'rfaz, Arab ko'rfazi yoki Fors ko'rfazi ataladigan makonda albatta Eronning mavqei kuchli, Eronning proksi kuchlari mavjud, qandaydir kuchsizlangan bo'lsa ham ular mavjud va ular orqali Ukrainaga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari Eronda mavjud ekan va uni harbiy yo'l bilan hal etishga Isroil qanchalik urinmasin, buni amalga oshirib bo'lmayapti. Masalan, aytadigan bo'lsak, o'sha Livanni janubidagi Hizbolloh guruhini butkul yo'q qildi deb ayta olmaymiz. Harbiy rahbariyatini, infratuzilmasini vayron qildirgandir, lekin o'sha qarshilik ko'rsatish g'oyasini sindira olgani yo'q. Va yoki shu Husiylarni oladigan bo'lsak, Husiylarga nisbatan berilayotgan harbiy zarbalar, ularning yetakchilari, shahar infratuzilmalari, port infratuzilmalari, harbiy infratuzilmalarni ojizlantirgandir, lekin ularni asosiy qarshilik ko'rsatish potensialini sindirgani yo'q. Demak, bu yerda Eronning baribir ta'siri saqlanib qolayotgan ekan. Agar kuch vositasida, o'sha Tramp shu mashhur iborasi oxirgi ko'p yangrayapti, kuch vositasida tinchlikka majburlash. Agar bu konsepsiyasi amalga oshmaydigan bo'lsa, albatta, ya'ni hamkorlar kerak bo'ladi. Endi tasavvur qilaylik, agar Rossiya Eron masalasida qandaydir o'zini bosimlarni ko'rsatish orqali Rossiyani u yerda AES, ya'ni atom energiya stansiyasini qurib bergan va u yerga yetkazib beriladigan o'sha yadro yoqilg'ilari va undan chiqadigan qoldiqlarni olib ketish majburiyati Rossiyada. Shu nuqtai nazardan atom energetikasiga ta'sir ko'rsata oladi Rossiya. Shu richaglardan foydalangan holatda qandaydir aynan Eronga ta'sir ko'rsata oladigan bo'lsa, vaziyatni qanday yumshatishga muvaffaq bo'ladigan bo'lsa, u evaziga nimadir so'raydi. Mana shu masala ko'proq, menimcha, muhimroq bo'lsa kerak. Evaziga so'raydigan narsa bu yo Ukrainadagi hudud yoki Yevropadagi, umuman Yevropadagi xavfsizlik arxitekturasini boshqatdan shakllantirish bo'yicha va Rossiyaning xavotirlarini e'tiborga oladigan yangi kelishuv. Mana ko'p tilga olinayotgan Yalta 2 bo'lishi ham mumkin. Masalan, agar ramziy ravishda bu Yaltada o'tkaziladigan bo'lsa, bu Qrimni haqiqatdan ham Rossiyaning yurisdiksiyasiga, xalqaro tan olingan hududiga aylanishiga bir ishora ham bo'lishi mumkin, yoki qandaydir yangi ko'rinishida, ya'ni Yevropaning siyosiy xaritasi tuzilishi ham olib kelishi mumkin. Ya'ni mana Rossiyaning bu boradagi, ya'ni ambitsiyalari deymizmi, hududiy ambitsiyalari deymizmi, yoki uni xavfsizlik xavotirlari bu Ukraina bilan cheklanib qolmaganligini hamma tushunib turibdi. Lekin bu borada uning ana bu harakatlarning e'tiborga olinishligi AQShning qandaydir bu boradagi qadamlariga bog'liq bo'lib qolyapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, Yaqin Sharqdagi AQShning muammolarini Isroilning endi qo'shniroqchilik muammolari deymizmi, uni qaysi ko'z bilan qarashga bog'liq. Uni hal etilishligi va Rossiyaning ko'magi Rossiyani Ukrainadagi va Yevropadagi xavfsizligini yaxshilashga imkon berishi mumkin deb o'ylayman. Mana shu savolning davomi, Muxtor aka, mana shunday muhim uchrashuv, muhim telefon suhbatida, chunki haqiqatda muhim. Buni tan olish kerak. Dunyoda bugun 4 ta katta bir subyekt bo'lsa, shulardan biri AQSh, ikkinchisi Rossiya, yana biri Xitoy, yana biri Yevropa ittifoqi bir butun holda. Shunday ekan, bu mamlakatlar gaplashayotganda dunyodagi bo'layotgan voqea hodisalarga munosabat bildiradi va shundan ularning kayfiyati va umuman masalani biroz tushunish mumkin. Hozir Rossiya mana shunday muhim telefon suhbatida G'azodagi masalani muhokama qilmagani uni Isroil harakatlariga roziligini bildiradimi?
endi roziligini agar shunday tushunish ham mumkin, lekin agar Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotlarini agar e'tiborga olmaydigan bo'lsak, Lavrov va Zaxarova nutqidan aynan Rossiya bu boradagi xavotirlarni bildirib kelyapti. Agar bu masalaga Rossiya ko'z yumadigan bo'lsa, u tomonidan hozirgi kunda shakllantirilayotgan deymizmi, qandaydir siyosiy subyektliligini oshirishga harakat qilayotgan global janubda uni mavqei tushib ketadi. Global janub, ya'ni rivojlanayotgan mamlakatlar, sobiq mustamlaka ta'sirida bo'lgan davlatlarning aksariyati bu Falastin masalasida Falastinni mazlum deb hisoblaydi va uning yechimi ikki davlat ko'rinishida hal etilishligini bildirib o'tgan. Bu bayonotlarda ham yangragan. Va hozirgi agar hech bo'lmasa bayonotlar ko'rinishida ham buni o'zini e'tirozlarini bildirmaydigan bo'lsa, bu aynan shu mintaqada Rossiyaning mavqei tushib ketadi. Shuning uchun hozir muloqotda bu telefon qo'ng'irog'ida bu narsa muhokama qilinmaganligi shundan dalolat beradiki, Rossiya uchun eng hozirgi kunda aktual bo'lgan masala Ukraina masalasi. Agar Yaqin Sharq mintaqasi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, avvalo bu yerda Suriyadagi o'zini harbiy infratuzilmalarni saqlab qolish masalasi. Aynan shu masalaga e'tibor qaratishimiz kerak. Sababi so'nggi paytlarda vaziyat biroz o'zgardi. Ya'ni Isroil tomoni o'sha Benyamin Netanyahu nutqidan, o'sha Knessetda bergan bayonotidan shu narsa ayon bo'lyaptiki, ya'ni Rossiyaning harbiy infratuzilmalari saqlanib qolishligi Isroilning manfaatlariga xizmat qilar ekan. Isroil manfaatlariga xizmat qiladi degani, demak bu hozirgi Trump Amerikasini ham muayyan darajada qo'llab-quvvatlovga ega degani. Bu boradagi manfaatlarni tutashishi qaysidir ma'noda balkim to'g'ridan to'g'ri tanqid qilishlik yoki o'zida mavjud bo'lgan rechaklarni ishga solgan holatda Isroilga ta'sir ko'rsatishga urinishlarni balkim to'sayotgandir. Va agar boshqa aktorlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu Turkiyani e'tiborga oladigan. Turkiya bu borada juda ham faol va o'ziga xos bir shaxmat o'yiniga ham o'xshaydi-da. Turkiyani Yevropa mintaqasidagi faollashuvi bu balkim uni asl maqsadlarini namoyon qilmas, lekin bu orqali Yevropa aynan Ukraina masalasidagi Rossiyaning pozitsiyalariga ta'sir ko'rsatishga urinishlar orqali unga Rossiyaga signal berayotgandir. Ya'ni avvalgi urushdan oldingi holatni tiklashga bo'lgan intilishlar Ukraina harbiy maydonidagi holatni o'zgartirishga aynan Turkiyaning pozitsiyasi o'zgarish ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha tinchlik parvar kuchlari joylashtirilishi, masalan, bayonotlarga qaraydigan bo'lsak, Turkiya hech qachon Ukrainaning bo'linishligini tan olmaydi va uning hududiy butunligini tan olinadi degan bayonotlar, qat'iy bayonotlarning ortida avval Turkiya bu mojaroda qandaydir neytral pozitsiyani egallayotgan bo'lsa, Turkiya Ukraina tomoniga og'ish kuzatilayotganligini ko'rsatyapti. Bu Rossiyaga berilayotgan o'ziga xos signal, ya'ni hozirgi Suriyadagi vaziyatlar katta ehtimol bilan Turkiyaning ssenariysi bo'yicha ketyapti. Ya'ni hozirgi Ahmad Ashara boshchiligidagi hukumat Turkiyadagi mayda millatlarni hozirgi mavqeidan foydalanib, ya'ni tashqaridan berilayotgan avval ana Bashar Asadga joriy qilingan sanksiyalarni biroz yumshatilish hisobiga birlashtirishga muvaffaq bo'lishligi, Turkiya hududiga Suriya hududidan hech qanday terroristik yoki separatistik xavflarning bo'lmasligi Turkiya uchun birlamchi. Endi Isroilning pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, Isroil albatta markaz, o'sha ekspertlarning fikriga qaraydigan bo'lsak, markazlashgan kuchli Suriya paydo bo'lishini xohlamaydi. Suriya paydo bo'lganda ham hozir biz Ahmad Asharani ko'proq dunyoviy inklyuziv davlat qurish borasidagi bayonotlarni tinglayapmiz, lekin amalda bu ko'chayotgani yo'q. Va aynan mamlakatni birlashtirgandan keyingi Ahmad Asharani pozitsiyasi, umuman siyosati qanday bo'ladi Yaqin Sharq mintaqasida? Bu ham Isroilning hozirdan shunday holatlarga tayyorgarlik ko'rishga, mayda millatlar konfessiyalarini qo'llash orqali yoki milliy adovatni qo'zg'ash ko'rinishda bo'lishi mumkin, yoki konfessional qarama-qarshilikdan foydalangan holat yoki
ommaviy axborot vositalari boshqa turli richaglar orqali vaziyatni manipulyatsiya qilishga va Suriyada bosim o'tkazishga harakat qilyapti va Suriyadagi davlatchilikni qandaydir inqirozi yana hududlarga parchalanishligi nazarimda Turkiyaning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Shundan umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, hozirgi Suriyadagi geosiyosatdagi o'zgarishlar muayyan tashqi o'yinchilarning manfaatlarini birlashtiryapti. Rahmat. Keyingi savolimiz Qrim haqida. Ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa Rossiya ommaviy axborot vositalari juda ham ko'p tarqalgan xabar, AQSh Qrimni Rossiyaga tegishli deb tan olishi mumkin va Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham bu g'oyani ilgari surishi mumkin degan xabar tarqaldi va men buni asliga borishga harakat qildim. Semafor degan nashr, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Semafor degan nashr tarqatgan va asosan bundan chiqqan. Ya'ni bir necha ommaviy axborot vositalari bir vaqtda e'lon qilmagan. Semafor kim agar e'lon qilgan bo'lsa, barchasi Semaforga havola beryapti. Semafor esa o'zining ikki manbasiga tayanib ushbu xabarni bergan. Endi o'yladim, Semafor qanchalik o'zi obro'li deb, lekin umuman olganda 2022-yilda Ben Smith tomonidan tashkil etilgan bu yangiliklar veb-sayti Ben Smith tomonidan tashkil etilgan. Ben Smith esa o'z vaqtida BuzzFeed News nashrining bosh muharriri bo'lgan. Endi ba'zi deb o'qiladimi, Buzz deb yozilgan va New York Times'da sharhlovchisi bo'lgan. Bundan tashqari Justin Smith hamkorligida tashkil etilgan ekan sayt. Justin Smith esa o'z vaqtida Bloomberg Media Group bosh direktori bo'lgan. Ya'ni obro'li odamlar. Men aytmoqchiman, hali eng oxirgi nima deydi, bir gap olinmaydigan odamlar emas, aldab yuring. Sariq matbuot emas. Sariq matbuotga o'xshamayapti-da. Ya'ni masalan Bloombergning sobiq bosh direktori, New York Times'ning sharhlovchisi biroz yuki bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Mana shu nashr tarqatgan xabarga ko'ra, AQSh Qrimni Rossiyaniki deb tan olishi mumkin ekan. Xo'p. Bu yerda ikkita masala bor. Birinchidan, bu imkonlimi va qanday oqibatlarga olib keladi Muxtor aka, agar shunday yuz bersa? Va keyin qolgan davlatlar bunga qanday munosabatda bo'ladi? AQShdan keyin qolganlar ham tan olish kerakmi buni degan masala bor. Keyingisi, bu Donald Trampning navbatdagi kuchlilarga sovg'asimi? Ya'ni o'z vaqtida Isroil Jo'lon tepaliklarini anneksiya qilib olgandan keyin 2019-yil Donald Tramp uni Isroilniki deb tan oldi. Garchi u okkupatsiya qilingan hududda Birlashgan Millatlar Tashkilotida aytilsa ham. Va bundan tashqari Quddusni Isroil poytaxti deb tan oldi. Bu ham barcha rezolyutsiyalarga qarshi bo'lsa-da. Mana endi gap Qrim haqida ketyapti. Ular nimalardir alishtiryaptimi deymizda? Ha, bu endi o'sha ta'kidlaganimdek, Rossiyani qaysidir mana shu kelishuv bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Trampning mantig'i ko'proq kelishuv, savdo kelishuvi, sizdan o'gina, bizdan bo'gina. Demak, Tramp Eron borasida xavotirlarini va yadro texnologiyalariga, qurol-yarog' texnologiyalariga ega bo'lmasligini oldini olishga bo'lgan xatti-harakatlarni agar Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlovga ega bo'ladigan bo'lsa, tegishli qadamlar tashlanadigan bo'lsa, bu so'zsiz nazarimda ta'sir ko'rsatadi Eronning mudofaa salohiyatiga, chunki aynan qurol-yarog' nuqtai nazaridan katta ehtimol bilan aynan Rossiyaning ko'magiga ehtiyoji bor, tayanadi. Endi Qrim masalasiga keladigan bo'lsak, buni ruschada aytganda tsepnaya reaksiya deydi-yu. Zanjir reaksiyasi ko'rinishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni shunga o'xshash bo'lgan vaziyatlar ham bor dunyoning boshqa mintaqalarida. Agar bu xatti-harakatlar, o'ylaymanki, hozirgi Tramp administratsiyasining tashabbusi yoki ularni qo'llab-quvvatlovi bilan amalga oshadigan bo'lsa, buni administratsiyaning muddati tugagandan keyin xuddi administratsiya davrida qabul qilingan qarorlar kuchini yo'qotganda, ya'ni kuchini yo'qotishi mumkin. Ya'ni bu keng qamrovlik nima kerak buning uchun? Konsensus kerak, umumiy qaror kerak. Shu bilan bu qarorning legitimligi mustahkamlanadi. Ikkinchi tarafdan oladigan bo'lsak, Yevropada yangi o'sha pretsedent hosil bo'ladi, ya'ni kuch vositasida har biror bir hududni egallab olishlik va uni ushlab turishlik va uni legallashtirib qo'yish va keyinchalik nimadirga uni almashib yoki uni legallashtirish imkoniyati. Yevropada katta kichik davlatlar mavjud. Tarixiy hududiy adovatlar mavjud. Va bu
Yevropada yana siyosiy xaritalarning o'zgarishiga, ichki vaziyatni o'zgarishiga ham olib kelishi mumkin. Masalan, olaylik, agar Tramp Ukraina, Qrim yoki o'sha janubni yo'qotadigan bo'lsa, Vengriyaning ham hududiy da'volari bor, nimaga Ukrainaga nisbatan. Albatta. Polshaning ham bor. Hududiy da'volari bor. Ya'ni Ruminiyaning Moldovaga da'volari bor. Xuddi shunday qaytadan bo'lib olinish ko'rinishlariga ham olib kelishi mumkin. Bu Yevropaning o'zida. Dunyoning boshqa qismlarida ham, Janubiy Sharqiy Osiyo mintaqasida ham, ayniqsa Tayvanni ham isbotdan chiqarmasligimiz kerak. Xitoy tinimsiz bu borada harbiy mashg'ulotlar o'tkazib, bo'lg'usi urush ssenariylarini o'rganib chiqib yotibdi. Ya'ni bu holat ularga ham, ya'ni yashil chiroq vazifasini bajarishi mumkin. Ya'ni o'xshash jihatlari ko'p. Ya'ni amalda nazorat qilayotgan, lekin xalqaro huquq me'yorlariga ko'ra uni tan olinishligini erishila olmayotgan muammolar juda ham ko'p. Bu xalqaro huquqni inqirozi bo'ladi deb o'ylayman. Shundoq ham hozir inqiroz holatida, ya'ni kuchlilar talqinidagi xalqaro huquq kuchsizlarga tiqishtirilyapti va ular buni qabul qilishga majbur bo'lyapti. Bu xalqaro huquqni hozirgi kunda inqirozi va umuman tizim inqirozi deb ham atashimiz mumkin. Shuning uchun ham o'ylaymanki, bu Qrim masalasida hattoki shu fikrlar yangrayotgan bo'lsa ham, shu manbadagi shu ma'lumotni ham qarasak, manbalarga tayangan holatda axborot tarqatilyapti va asosiy mainstream deb qabul qiladigan axborot agentliklari buni hali yoyayotgani yo'q, bunga izoh berayotgani ham yo'q. Agar izoh berish darajasiga chiqqan bo'lsa, demak bu siyosiy darajada kelishilgan va uni texnik qanday qilib amalga oshirish masalalari muhokama qilinayotgan bo'ladi. Demak, hali bu darajaga chiqqani yo'q. Endi bu bunday bo'ladigan bo'lsa, avvalo Ukrainaning hududiy bo'linishligi bir boshlanib ketadi-da. Ya'ni bu Qrim bu boshlanishi bo'lishi mumkin. Uning o'sha sharqiy hududi, agar Rossiya mantig'i bilan qaraydigan bo'lsak, qachonlardir Rus imperiyasi davrida asos solingan shaharlar yana Rossiyaga qaytishi mantig'iga qaraydigan bo'lsak, yana boshqa hududlar ham ketishi kerak bo'ladi. Odessani yana xuddi shu holatga olib o'tish kerak bo'lib qoladi. Ya'ni umuman Qora dengizdagi geosiyosiy vaziyat o'zgarib ketib qoladi. Shuning uchun ham, ya'ni bu tashlanayotgan qadamlar faqat Rossiya bilan AQSh o'rtasidagi masala emas demoqchiman. Buni doirasi juda ham keng va manfaatlarni e'tiboriga olishlik zarur bo'ladi va Ukrainani bu boradagi kuchli pozitsiyasi ham shundan iborat, jamoatchilik fikrni boshqara olyapti mana shu masalada. Ya'ni bu hamma birdek Tramp mantig'i bilan o'ylayotgani yo'q. Albatta. Xuddiki bu o'zi Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urush qachonlardir noqonuniy yoki o'zaro kelishmagan holatda hududni ko'proq qismini Ukraina olib qo'ygan, biz o'rtada vositachi qilib yangitdan bilan kelishtirib qo'yishimiz kerak degandek mantiq ko'zga tashlanayapti AQSh tomonidan. Lekin bu urushning oqibatlari, harbiy, axloqiy oqibatlari geosiyosiy kerak bo'ladigan bo'lsa, Yevropani zimmasiga tushib qoladi. Va Yevropadan tegishli qadamlar tashlash kerak bo'lib qoladi. Xitoyga mana shunday fikrlar bildirilyaptiki, bu Trampning kelajakda Grenlandiyani qo'shib olish maqsadlarini bir qandaydir yopish yoki bir berkitish yoki oqlash, mana shuning uchun, ya'ni kelajakda Grenlandiyani qo'shib olganda, mana endi Qrim ham Rossiyaga qaytdi, Grenlandiya ham bizga keldi degandek. Bunda ham bir ma'no bor. Albatta. Endi aytyapman-ku, o'sha zanjir effekti, har bir katta davlatlar xalqaro huquqni qanday tushunadigan bo'lsa, o'sha o'zini manfaatiga bo'lib turib talqin qiladi va boshqalarga tiqishtiradi. Grenlandiya masalasi ham xuddi mana men bir manbada o'qidim, bir qiziq. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari agar Grenlandiya va Kanadani qo'shib oladigan bo'lsa, Shimoliy Amerika Qo'shma Shtatlari ham bo'lishi mumkin ekan. Nomini o'zgartirgan holatda. Ya'ni chunki geografik joylashuvi aynan Shimoliy Amerikada joylashgan. Endi bu masalaga Grenlandiyaga qaraydigan bo'lsak, AQSh o'zini geosiyosiy masalalarni, ya'ni
Tramp buni bot takrorlaydi. Grenlandiya bu xavfsizlik masalasi, AQShning milliy xavfsizlik masalasi. Har qanaqasi aytish mumkin o'zi Muxtor aka. Masalan, bu katta davlatlar, agressorlar doim bahona topadi. Ya'ni bizga bu yerdan xavf bor edi, shuning uchun biz preventiv harakatlar amalga oshirdik va hokazo. Bu yerda natsistlar bor edi deydi. Ular juda ko'p qurollanib ketdi. Nima qiladi shuncha qurolni deydi. Masalan, Isroil vazirlari tomonidan aytilayotgan gap bor-ku, Misrga shuncha qurol nimaga kerak bo'lib qoldi? Biz uni nazorat qilib turamiz degandek masalalarda. Ya'ni mana Grenlandiyani xavfsizlik masalasi deyotgan Trampning boshqa yerlarni olib qo'yishni istayotganlardan katta farqi yo'q. Shunday. Endi men buni ularni mantig'i bilan asoslashga harakat qilaman. Ya'ni ularning nega Xitoy bilan qarama-qarshiligi nafaqat bu yerda resurslar. Bu yerda resurslar ham muhim, chunki nodir metallarning katta qismini Xitoy nazoratida. Ikkinchisi esa Xitoyning hozir o'sha Janubiy Xitoy dengizida sun'iy orollar tashkil qilish orqali o'zining akvatoriyasini kengaytirayotganligi, savdo yo'llarini nazoratini oshirayotganligi bu AQShning reaksiyasiga sabab bo'ladi. AQSh tegishli reaksiya qila olmayapti, chunki bu hududdan olisda joylashgan. Lekin aynan Osiyoni, aynan Yevropa bilan bog'laydigan muqobil transport yo'lagi allaqachon Rossiya tomonidan taklif qilingan Shimoliy Muz okeani yo'li. U hududda boshqa bir davlatlar yo'q, qandaydir to'siqlar yo'q. Ya'ni shu yuklarni tashish mumkin. Hatto masofa ham qisqa bo'lishi mumkin. Uni agar xaritalarga qaraydigan bo'lsak. Endi Grenlandiya qo'lga kiritiladigan bo'lsa, aynan AQShda xuddi shunday muqobil yo'l paydo bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha nimadan boshlanib, Alyaskadan boshlanib, umuman Osiyoni yana Amerika bilan bog'laydigan yoki Yevropa bilan bog'laydigan juda qisqa yo'l bo'lishi mumkin. Mana shu mantiq bilan ular ko'proq qaraydi. Ya'ni tizim yaratish va dunyoni barqarorligi prizmasidan ko'ra qisqa muddatlarda hozir ularda oldida turgan muammolarni hal etishga ko'proq qaraydi. Ya'ni taktik ko'proq harakat amalga oshiradi. Shunisi bilan qaysidir ma'noda aynan Putin bilan Tramp o'rtasida o'xshashliklar mavjud. Rahmat Muxtor aka. Mana Buyuk Britaniya va umuman Buyuk Britaniya va Yevroittifoq muzokaralar olib borishayotgan. Mana so'nggi chiqqan xabar, ya'ni Rossiya Ukraina urushidagi otash kesimgacha tezroq Ukrainaga qurollarni yuborish bo'yicha hozir muzokaralar olib borishayotgan ekan. Bu deylik sulhga erishishni cho'zilib ketishiga yoki umuman sulhga erishmaslikka olib kelib qo'ymaydimi? Yoki bu umuman qonuniy jihatdan to'g'rimi? Ya'ni qandaydir sulhgacha endi biz yuborayotgan edik degan. Ya'ni bu yerda Yevropa ittifoqi demaylik, Yevropa hozirgi kunda bu subyektlik deganda Buyuk Britaniya qo'shib aytilyapti. Ya'ni bu yerda Yevropa o'zini pozitsiyasini ko'rsatishga, ya'ni bu masalada o'zini ham kuchli ta'sir imkoniyatlari mavjud ekanligini namoyish qilishga intilayotgandek taassurot uyg'otadi. Chunki Yevropani ham o'z yordam berish imkoniyatlari bor, chegarasi bor. Endi Ukrainani shu vaziyatda kuchaytiriladigan bo'lsa, bu ham muayyan davr bilan cheklanadi xolos. Sababi ana urush ketayotgan davrdagi hajmda razvedka ma'lumotlari deysizmi yoki qurolliroq deysizmi, aynan urush maydonida vaziyatni tubdan o'zgartiradigan qurolliroqlarni AQShning ko'magisiz amalga oshirish qiyin bo'lib qoladi. Va o'zining imkoniyatlari darajasida yordam berish mumkin. Bu ham qisqa muddat deb o'ylayman. Bundan ko'zlanayotgan maqsad, ya'ni Yevropa aytayman-ku, ya'ni avvalo o'zini xavfsizlik arxitekturasini Ukrainadan keyingi va Ukraina inqiroz davrida qayta qurishga intilyapti. Masalan, shu Germaniyani olaylik. Mana hozir yangi bo'lajak kansler Dalgovoy Tormoz degan tushuncha bor ekan, ya'ni harbiy xarajatlarga ajratiladigan mablag'larni cheklovi bor ekan. Ya'ni u boshqa mablag'lar, boshqa sohalarni ajratilgan mablag' qisqarishiga, umuman rivojlanishiga to'siq bo'lishi mumkin ekan. O'sha limitni bekor qilish bo'yicha kuni kecha aynan Bundestagda muhim qaror qabul qilindi-da. Bu ham masalan manbalarga qaraydigan bo'lsa 500 milliard yevro hajmida, ya'ni harbiy byudjetga ega bo'lishga imkon berar ekan. Ya'ni Yevropa qurollanyapti. Yevropada keyingi qadam, ya'ni bu jarayonlarga munosabat, reaksiya, ya'ni majburiy harbiy xizmat tiklanishi bo'lishi mumkin.
harbiylarni sonini oshirish bo'yicha harbiy safarbarlik shartlari maksimal darajada byurokratik to'siqlar olib tashlanishi mumkin. Bu nima desa bo'ladi, xavfsizlik dilemmasi degan narsa borda. Bir davlat sizga to'g'ridan to'g'ri xavf solmasa ham, lekin qurollanyaptimi, bu sizga so'zsiz ta'sir ko'rsatadi. Bu o'sha sizga qo'shni bo'lgan davlatdek qurollanish bu qachonlardir qandaydir amaliy harakatlarga undaydi. Yoki muzokaralarda, yoki ritorikalarda, yoki qaysidir bir hududdagi harbiy xurujlarga ham olib kelishi mumkin. Demak, muvozanatni tiklash uchun yo xuddi o'shanday harbiy byudjetga ega bo'lish kerak, yoki xuddi shunday harbiy tayyorgarlikka yoki qurol-yarog'ga ega bo'lish kerak. Bu javob reaksiyasiga avtomatik ravishda undaydi. Ukrainaning ojiz tomoni ham aynan harbiy ko'makni va o'sha jang maydonida tenglikni ta'minlash uchun ham ko'mak aynan tashqi manbalarga tayanib qolganligida deb o'ylayman. Ya'ni qanchalik darajada dron ishlab chiqarmasin, lekin dronlar bilan urushni yutib bo'lmasligini faqat dronlar bilan bu oydinlashib qoldi. Rahmat Muxtor aka. Demak, hurmatli muxlislar, marhamat, demak, savollaringiz bo'lsa, o'ylaymanki juda ko'p masalalarga oydinlik kiritildi. Muxtorga mana 9000 dan oshiq odam tomosha qilib bo'ldi, 1300 odam onlaynda tomosha qilyapti. Masala qiziq ko'pchilik uchun. Buni chunki bilamiz, Rossiya biz bilan strategik sherik, ikkinchi savdo hamkorimiz. U yerda juda ham ko'p azizlarimiz mehnat qilishadi. Hali Rossiyaning bu agressorlik harakati ming afsuski umuman iqtisodiyotlarga ta'sir qilishdan tashqari o'sha migrantlarni urushga jo'natish kabi noaxloqiy taraflarga ham o'tib ketdiki, ming afsus bu. Biz shuning uchun bu urush tezroq tugasin deymizki, mana shunday masalalar bo'lmasin. Biz tinch rivojlanayotgan Rossiyani ko'rishni istaymiz. Urushqoq Rossiya emas. Aslida Rossiyada rivojlanishga barcha imkoniyatlar yetarli. Bundan tashqari bu telefon qo'ng'irog'idan o'sha yaqin sharqdagi vaziyatni hal bo'lishiga ham qandaydir bir mujda berib qolinar degan fikr ham muxlislarimizda bo'lgan. Shuning uchun ham o'ylaymanki juda katta qiziqish bilan ko'rilyapti. Marhamat, hurmatli muxlislar, demak savol, Rossiya Eronni sotdimi? Endi bu yerda ko'proq savdoga o'xshaydi. Savdo, ya'ni bu Amerikaning xavotirlari bu aniq razvedka ma'lumotlariga va raqamlariga, statistik ma'lumotlarga asoslangan deb o'ylayman. Ya'ni uranni boyitish hajmi, ya'ni mana shu oxirgi 3-4 yil ichida juda ham katta o'sishga ega bo'ldi va uni bu jarayonni AQSh va Isroil nazorat qila olmayapti. Ya'ni uni to'xtatishga chora ko'ra olmayotganligi bu Rossiyani bu masalalarga jalb etishga undaydi. Yadro quroliga ega bo'lishligi Eronni umuman u yerda ham zanjir effektini hosil qiladi-da, faqat Isroil bilan cheklanib qolmaydi. Bu yerda Turkiya bunga harakat qilishi mumkin, Saudiya Arabistoni. Uni ko'ryapmiz, hozirgi kunda yadro quroli qanchalik darajada davlatning suverenitetini va umuman xalqaro maydondagi vaznini belgilab beryapti. Masalan, Shimoliy Koreya misolida ko'ryapmiz-da. Agar shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ya'ni Rossiya ham bu yerda Eron yadro quroliga ega bo'lishligi va umuman Ko'rfaz mintaqasidagi geosiyosat o'zgarib ketishligidan manfaatdor bo'lmasa kerak va buni yetishni yo'li sifatida, ya'ni shu ma'lumotlarga kuzatib boradigan bo'lsak, Rossiya, Xitoy, Eron o'rtasidagi harbiy mashg'ulotlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'ziga xos ravishda Rossiya bilan Xitoy Eronga xavfsizlik kafolatlarini berishi mumkin. Ehtimoliy shunaqa katta konflikt yuzaga keladigan bo'lsa, hozirgi aynan Tramp va'da qilayotgan turli xil ko'rinishdagi qator jahannamlar, ya'ni bir G'azoda beradi, bir Husiylarga yana jahannam va'da qiladi. Balkim Eronga ham xuddi shunday ko'rinishda va'dalar bo'ladigan bo'lsa, uni ortida unga xavfsizlik kafolatini beradigan davlatlar bo'lishi kerak. Aynan shu kafilliklarni berish orqali vaziyatni qanday yumshatishga balki muvaffaq bo'lar. Shu borada ko'mak so'ragan bo'lsa, bu xavfsizlik kafolati Budapesht memorandumiga o'xshab bu shundoq havoga uchib ketishi mumkin-ku. Bu axir 94-yilgi xavfsizlik kafolatlarining nimasi bilan farq qiladi? Ukrainaning yadro quroliga ega bo'lmaslik hisobiga biz sizga qarab turamiz. Britaniya, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, lekin nima bo'ldi? Lekin bir narsani unutmasligimiz kerakki, bu ham statistik ma'lumot, shu 90-yillardan boshlab qaralgan biror bir qaysi mojaroga AQSh aralashmasin va yakuniy maqsadiga erishmagan.
u yerda ya'ni notinchlik yuzaga kelgan, qandaydir bir terroristik xavflar paydo bo'lgan, davlatchilik inqirozi paydo bo'lgandir, lekin o'zi ko'zlagan maqsadiga erishmaganda. Masalan, Iroqda ham o'zi ko'zlagan maqsadga erisha olgani yo'q. Afg'onistonda ham qaysi konfliktga aralashmasa ham manfaatga erisha olmagan, yomonlashtirib ketgan. Shu nuqtai nazardan, ya'ni bu hududda geografik omil ko'p narsani o'ynaydi deb o'ylayman. Ya'ni qurol-yarog', Eronga harbiy yordam berishlik, uni sanksiyalar davrida iqtisodiy qo'llab-quvvatlashlik ko'rinishida xavfsizlik kafolatlari bo'lishi mumkin. Ya'ni bir tomonlama o'zini harakatlari bilan AQSh, Isroil va uning ittifoqchilari Eronni qandaydir bir tizginga solishga muvaffaq bo'lmayaptimi? Buni o'zi ham o'sha Eronni qaysidir ma'noda shu xavfsizlik kafolatini anglatadi. Ya'ni u qayerdan ko'mak olyaptiki, qayerdandir o'zini suverenitetini, qarorlarini, mustaqilligini ta'minlayaptiki, demak, AQSh majbur bo'lyapti Rossiyaga murojaat qilishga. Shuning uchun o'ylaymanki, bu yerda aynan geografiya asosiy rolni o'ynaydi. Agar Isroil qandaydir operatsiya o'tkazib yoki harbiy amaliyot o'tkazsa ham, bu vaqtinchalik yoki qandaydir bir lokal ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ya'ni Eron bu juda ham katta davlat va jahon iqtisodiyotida umuman o'sha mintaqa hayotida juda ham muhim rol o'ynaydi. Buni vaziyatni o'zgartira olmasa kerak deb o'ylayman. Rahmat. Keyingi savol: shuncha voqealarni kuzatib turgan Xitoy Rossiya va AQShning yaqinlashuviga hech qanday reaksiya bildirmayapti muxtoriga. Mana shunday savol. Endi biz qachon Xitoyni reaksiya bildirganini ko'rganmiz. Juda ham sokin siyosat yuritadi va uning harakatlari avvalo nazarimda bir Rossiya bilan qandaydir qadamlar muvofiqlashtirilgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni avvalda muvofiqlashtirilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysi masalalargacha, ya'ni bu mantiq bilan qaraydigan bo'lsak, qaysidir masalalargacha chekinishga baribir muzokara ketgan, o'zaro munosabatlardagi qizil chiziqlar belgilab qo'yilgan. Agar shu qizil chiziqlargacha bo'ladigan bo'lsa, albatta Xitoy aynan bildirmaydi. Ya'ni bu yerda Rossiya tomonidan Xitoyga qarshi yoki Xitoyni qandaydir bir manfaatlariga ta'sir ko'rsatadigan darajada AQSh bilan munosabatlarni yaqinlashtirish haqida hali gap ketgani yo'q. Rossiyani ko'proq o'ylantirayotgan narsa G'arb bilan munosabatlarni tiklash. Birinchi o'rinda iqtisodiy munosabatlarni tiklash va iqtisodiy munosabatlar va umuman mamlakatda ulkan zaxiralari mavjud. Masalan, shu nodir metallar ko'rinishida ham resurslari mavjud. Lekin ularga investitsiya kerak, ularni o'zlashtirish kerak. Va bu G'arbni ishtiroksiz qiyin. Lekin birgina Xitoyga tayanib qolishlik Xitoyni Rossiya bilan chegaradosh ekanligini e'tiborga oladigan bo'lsak, bu ham riskni oshirib yuboradi. Shuning uchun ham Rossiya uchun birinchi o'rinda o'ziga xos muvozanatlashtirgan siyosat kerak. Ya'ni Xitoyni ta'sirini muayyan darajada kamaytirish uchun G'arb bilan yaqinlashish, G'arbni ta'sirini kamaytirish uchun Xitoy bilan yaqinlashish. Lekin nazarimda bu ikkala tomonga ham ittifoqdosh bo'lib o'tmasa kerak deb o'ylayman. Rahmat. Keyingi savol: 30 kunlik tinchlik nima beradi har tomonga? O'zi kimdan chiqdi? 30 kundan keyin yana urush bo'ladigan bo'lsa, buning nima foydasi bor? Nega 30 kun? Endi bu 30 kunlik o'sha tinchlik sulhi davriga bog'liq. Masalan, ya'ni uning qanday o'tishiga bog'liq. Tomonlar o'zini majburiyatiga amal qilyaptimi? Balkim o'sha 30 kunlik tinchlik sulhi shunaqangi bir ijobiy effekt berishi mumkinki, jamoatchilik fikriga, iqtisodiy holatga va o'sha bilan parallel ravishda qaysidir bir sanksiyalarning olinishi, cheklovlarning olinishi ko'rinishida Rossiyada ijobiy o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, uni davom ettirishga rag'bat paydo bo'ladida. Masalan, hozir Shimoliy Koreya ko'p tilga olamiz. Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya o'rtasidagi shu sulh asosida hozirgi chegara mavjudda. Tinchlik sulhi imzolanmagan, lekin vaqtinchalik o'tosh to'xtatishlik hozir kungacha davom etyapti. Qancha yillar o'tdi bunga masalanda. Masalan, bu ham ya'ni urushni qandaydir sivilizatsion ko'rinishda muzlatish, tomonlar o'zini milliy manfaatlari kuchli chekinmagan holatda hududni tan olish ham yo'q va hududni legallashtirish ham yo'q. Lekin hozirgi urush chizig'i to'xtagan nuqtada o'tosh to'xtatish rejimi mavjud.
bu rejimni nazorat qilishlik, qanday tomonlarni kelishtirishlik vazifasi AQShning zimmasida. U ham neytral maqomda bo'lgan holatida. Shunday davom etishi mumkin. Bir oydan keyin bu narsa tomonlarni qanoatlantiradigan bo'lsa, keyingi bir oy, keyin 3 oy, 6 oy bu munosabatlarni normallashtirish uchun kerak bo'ladigan vaqt uchun juda zarur deb o'ylayman. Bir muxlis yozibdilar, G'ayratxo'ja Budapesht memorandumini boshqatdan o'qib chiqing deb. Bir necha marta o'qib chiqqanman, hurmatli muxlis, va bu bo'yicha ko'rsatuv ham qilganmiz. Siz nimaga urg'u berayotganingizni tushundim. Ya'ni u yerda hududiy yaxlitligi kafolat emas, aynan unga yadro quroli bilan tahdid qilmaslik kafolatiga siz urg'u bermoqchisiz. Lekin bir narsani bilingki, bu o'sha yadro masalasida ham Rossiya bu tahdidni qilib bo'ldi Ukrainaga. Aynan. Masalan, Ukrainaga G'arbning yordamidagi katta xavotirlar nimada? Ukrainaning keskin harakatlar qilishdagi xavotirlar nimada? Rossiya aynan yadro quroli bilan tahdid qilib bo'ldi. Ya'ni aytdiki, Ukrainaga yordam berayotgan davlatlarda agar yadro quroli bor bo'lsa dedi. Demak, Ukraina ular bilan bir safda hisoblanadi. Va biz yadro qurolidan foydalanishda o'zimizni erkin deb hisoblaymiz degan masalani aytdi. Shuning uchun qandaydir oqlashga harakat qilaverish kerak emas, hurmatli muxlislar. O'zi aslida shartnoma tuzilgandan keyin uni maksimal juda chiroyli bajarishga harakat qilish kerak. Undan o'ziga, hali ruschada lazeyka deydi-ku, tirqishlar qidirish kerak emas. Shundan qanday chiqish mumkin? Buni Rossiya tomoni ham aytdi. Biz u yerda yadro qurol to'g'risida gap ketgan-ku. Lekin aynan Rossiya Ukrainaga yadro quroli bilan tahdid qilib bo'ldi. O'zimman xavotir ham shundan. Chunki Rossiyada yadro quroli bor. Endi bu masalani bu tomoni ketdi. Adolat nuqtai nazaridan aytamiz, xuddi shunday Rossiyaga nisbatan kelishuvni buzgan bu G'arb. Bu o'sha NATOni sharqqa kengaymaydi deb faqat endi u yerda og'zaki va'da berilgan edi. Mana shuni buzgan G'arb. Lekin farqi nima deydi? Biri qog'ozga tushirilgan, biri og'zaki edi va yana bittasi boshqa davlat ishtiroki deydi. Bu SSR edi. SSRdan keyin Rossiya, Ukraina, xullas mana shunday masalalar bor. Lekin ishoning, bu hujjatlarni yaxshi o'rganib chiqqanmiz va bu hujjatlardagi yozuv bugun Rossiya Ukraina urushini hech qanaqasiga oqla olmaydi. Muxtor aka, Vladimir Putin demilitarizatsiya zonasida G'arb askarlari emas, asosan o'ziga yaqinroq BRICS davlatlari askar kiritsin deyapti. Lekin u davlatlarni qanday ko'ndirmoqchi va ularning keyinchalik Ukraina bilan munosabatiga bu ta'sir qilmaydimi? Men lekin buni eshitmagan, o'qimagandim hech qayerda. Ya'ni Putin BRICS davlatlaridan askar kirsin degan joyini men o'zim shaxsan ko'rmadim. Muxtor aka, bu savol. Bu fikr sal avvalroq yangragan edi. Ya'ni Rossiya o'ziga do'st deb bilgan yoki munosabatlarida qandaydir muammoli holatlari bo'lmagan davlatlar bo'lsa, masalan Braziliya, Xitoy singari davlatlarni nimalari, ya'ni tinchlikparvar kuchlari urush liniyasida o'sha o't ochishni to'xtatish rejimini nazorat qilishiga kerak degan taklifni avvalroq bergan va bu ham aynan BMT shafiyligida. Endi BRICS davlatlari desak bu noto'g'ri bo'ladi. U unaqangi maqomga ega bo'lgan tuzilma emas va bu alohida davlatga a'zo bo'lgan alohida davlatlar nazarda tutilyapti. Unga ham mandat berish kerak. Aynan xavfsizlik kengashini alohida mandati bo'lgandagina bu tinchlikparvar kuchlarni amalga oshirish. Xuddi havorang kaskalar kabi. Moviy kaskalar. Xuddi shunday. Endi bu masalani yechimi menimcha bu masalada qiyin, chunki tinchlikparvar kuchlar asosiy amalga oshiradigan ishi bu harbiy politsiya funksiyasi bo'ladi-da. Yuqori darajada qurollangan bo'lmaydi, harbiy eskalatsiya yuzaga kelib qoladigan bo'lsa tomonlarni tinchlantiradigan darajada salohiyat bo'lmaydi. Agar shunday bo'ladigan, shunday sharoit talab qilinadigan bo'lsa, uni harbiy xarajatini yukini kim zimmasiga oladi? Va Rossiya o'zining xavfsizligini 3-tomonni ixtiyoriga topshirib qo'yadi deb o'ylaysizmi? Albatta bu ham yo'q. Hozir bu mojaroni yechimi nazarimda tinchlikparvar kuchlar bilan bo'lmasa kerak. Tinchlikparvar kuchlari qanday effekt berishi mumkin? Bu ham agar Rossiya hozir Ukrainani o'zini harbiy askarlari yetishmovchiligi muayyan darajada Rossiya bilan qiyoslaganda yetishmovchilik yuzaga keladigan bo'lsa,
boshqa tinch hududlariga o'sha tinchlik parvar kuchlarini joylashish orqali Ukrainani askarlarini o'sha hududlarda yana frontga yo'naltirish imkoniyatini berishi mumkin. Bitta plyus tarafi shu. Lekin harbiy bu mojaroni to'xtatishda nazarimda ishtirok etish xohlamaydi, sababi bu yadro quroliga ega bo'lgan davlat bilan mojaroga kirishni biror bir hatto yadro quroliga ega bo'lgan davlat ham istamaydi. Albatta. Chunki bu boradagi ehtimoliy urushni keyingi oqibati bu yadro urushida. Yadro urushida yadro qurolini qo'llash emas, yadro qo'llash haqidagi ogohlantirishni o'zi urush boshlanishini anglatadi. Bu ogohlantirishni bir necha marotaba yangilab bo'ldi. Fransiya tarafdan ham, Buyuk Britaniya, birinchi o'rinda Rossiya tomonidan. Bu xavfsizlik soyabonlarini tashkil qilishlik yoki yadro kalaklarni boshqa Yevropada joylashishlikni o'zi ham yadro urushi jarayoni boshlanganligini anglatadi. Bundan keyin faqat urush qolyapti xolos. Bundan hech kim omon qolmasligi ayon. Shuning uchun ham juda ham bosiqlik bilan bu mojaroni aynan kelishuv bilan, kompromiss bilan hal etishga undayapti. AQSh ham, aynan boshqa davlatlar ham. Rahmat. Hurmatli muxlislar, paytdan foydalanib eslatib qo'yamiz. Sun'iy intellekt bo'yicha alohida resurs tashkil etilgan Fikrat loyihasi tomonidan a'zo bo'lib, umuman sun'iy intellekt bu kelajagimiz. Har qanaqa tarafdan sun'iy intellekt bu kelajak. Mana so'nggi xabarlarga ko'ra uzog'i 10 yil deyishyapti. 10 yildan keyin Muxtor aka sun'iy intellekt bajara olmaydigan ish qolmaydi degan bashoratlarni berishyapti. Ya'ni bugun qaysidir ishlarni qilayotgan bo'lsa, 10 yildan keyin u bajara olmaydigan ish. Endi buni demak kim aytayotgan edi? Buni xo'p, keling shuni aniq aytib ketaylik. Bir necha shunday xabarlar chiqdi. Biroz xavotir. Google DeepMind deyiladimi? Bosh direktor Demis Hassabis aytyapti, 10 yil ichida deyapti. Endi qolganlar esa biroz bundan ham boshqacha fikr bildirishyapti. Masalan, Dario Amadey esa xo'p, yaqin 2-3 yil ichida deyapti. Dario Amadey. Musk 2026-yilga kelib deyapti. Sam Altman esa yaqin kelajakda bu narsa aniq bo'ladi deb. Ya'ni hamma katta ITchilar, texnologik gigantlar rahbarlari aytayaptiki, sun'iy intellekt, demak, umuman olganda 10 yil ichida demak juda ko'p sohalarga kirib boradi. Mana oxirgi xabarlarda Nvidia o'zini robotini taqdim etgan, gaplashyapti siz bilan xotirjam. Ya'ni bu bugun endi juda bir hayron qolarli darajada emas. Mana shu yo'nalishda ishlash uchun umuman jamiyatni, foydalanuvchilarni, umuman muxlislarimizni mana shu masalaga ko'proq qiziqtirish maqsadida sun'iy intellekt bo'yicha resurs tashkil etilgan Republic AI degan uning kanali bor, sayti bor, a'zo bo'lib, xabarlarni o'qib, hech bo'lmaganda tanishib turishingiz kerak. Ya'ni ertaga deydi-ku, vah bu nima bo'ldi demaslik uchun hech bo'lmasa bo'layotgan voqea hodisalardan tanishib turishingiz uchun tashkil etilgan resurs. Endi savol Muxtor aka, tushunaman, demak Muxtor aka hali darsga borishlari kerak. Hurmatli muxlis, hali bizdan keyin 2 para darslari bor. Xo'p. Bir ekspert aytgan edilar, Ukrainaga berilgan qurol texnika qaytarilmaydi, bepul deb. Hozirgi vaqtda esa Tramp va umuman Yevropa ham qaytarish choralarini ko'ryapti. Ya'ni nodir metallar ko'rinishda. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Buni qanday tushunsa bo'ladi, hurmatli muxlislar? Suverenitetini, himoyangni hech kimga ishonish kerak emas deb tushunsa bo'ladimi? Har bir mamlakat o'zi uchun o'zi harakat qilish kerakligini, eng kamida o'zining yaqin ittifoqchilari, tili, dini, dili bir mamlakatlar bilan birga bo'lish kerakligi. Masalan, bizni holatimizda bu Markaziy Osiyo Turkiy davlatlar tashkiloti mana shunday. Ya'ni o'zingni xavfsizligingni, suverenitetingni, himoyasini boshqa davlatga ishonib bo'lmaydi deb tushunish kerak. Tamom. Xo'p. Keyingi savol, G'ayratga o'zi yadro qurolini ham obro'yi qolmadi, Ukraina Kremlgacha hujum qildi. Yo'q, bu bor hurmatli muxlis, lekin nima desam ekan, baribir juda ham xavfli yadro quroli. U bilib bo'lmaydi, bitta tugma bilan otilib ketgan yadro quroli, xudo saqlasin, bu juda ham yomon. Bu juda ham yomon, shuning uchun to'g'ri, nima deydi, juda ko'p gapirib yuborildi. Mana shunday desak to'g'ri bo'ladi. Muxtor, ya'ni juda ko'p qo'rqitib yuborildi. Polshani bir bosh vazir aytgandi, bizni qo'rqitavermang, qo'rqmay qolamiz deb. Ya'ni juda ko'p qo'rqitib yuborildi, bu bor gap. Masalan, o'sha Afg'oniston xotirjam Pokiston bilan bir qaysidir joylarda urushib ketayotgani yoki Eron bilan Pokiston bir-biriga bomba otib qolayotgani, bundan tushunish, lekin baribir nima deydi, juda tiralib kelgan vaqtda hamma to'xtaydi.
chunki yadro quroli bilan hazillashib bo'lmaydi. Bayroqdorlar yengdi-ku, bu boyagi dronlar bilan urushni yengib bo'lmaydi. Yo'q, hurmatli muxlislar, bayroqdorlar yengmadi. Bayroqdorlar ochib berdi yo'lni. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz buni juda kuzatdik, Ozarbayjon Armaniston Tog'li Qorabog'dagi kurashini, urushini. Ozarbayjon dronlar bilan, bayroqdorlar bilan juda katta ishlarni amalga oshirib, undan keyin uning qo'shini kirdi. Qo'shini kirmaguncha urush taqdiri hal bo'lmadi, hurmatli muxlis. Shusha shahrining olinishi. Shusha shahrini Ozarbayjonning mard vatanparvar spetsnazi oldi. Maxsus kuchlari tog'ga tirmashib oldi. Armaniston tomonidan Muxtor aka 20-yillar Armaniston tomonidan juda ko'p ayblov bo'ldi. Bu yerda turk maxsus kuchlari kirib keldi degan. Va bunga boshqa g'arb davlatlari ham harakat qilgan bu narsani ko'rsatishga, ya'ni bu yerda Turkiya va Shusha shahriga kirib kelgandan keyin baribir janglarda halok bo'ladi-yu. Qarashsa birorta turk askari yo'q, hammasi Ozarbayjon maxsus kuchlari. Tog'ga tirmashib chiqib, tog' deganda Shusha balandlikda joylashgan shahar ekanda, ya'ni unga tirmashib chiqib, u yerga bayroqdorlar yetib bormagan. Chunki birinchidan hudud juda ham noqulay ekan bayroqdorlar uchun, ikkinchidan urush boshlangandan keyin qanchadir vaqtdan keyin Armaniston o'sha radiolokatsion kurash tizimlarini olib keldi. Va bu jiddiy bayroqdorlar faoliyatiga jiddiy qarshilik ko'rsatdi. Va Ozarbayjonning mard vatanparvar askarlari, vatan uchun jonini ayamaydigan, buni shahidlik deb biladigan vatanparvar askarlari Qorabog' uchun jonini berib bo'lsa-da oldi. Ya'ni bu askarlarsiz, hurmatli muxlis, bu askarlarsiz urushni yutib bo'lmasdi. Dronlar bu xuddi art podgotovka deydi-ku ruschada. Ya'ni artillerik tayyorgarlik, shunday desak bo'ladi. Artillerik tayyorlash, joyni tekislash. Mana shungagina kerak bo'ladi dronlar. Xo'p, sun'iy intellekt yadro qurolini ishga solib yubormaydimi? Yo'q, bungacha yetib, ya'ni ungacha do'stib berilmaydi. Bilsangiz, yadro quroli bo'yicha joylar o'zi juda bir kompyuterlashtirilgan ham bo'lmaydi o'zi. O'shali tugmalari ham hali ham qattiq hali bir sindirib ochadigan darajada. Xo'p, Yevropa savol biroz tushunarsiz, shuni biroz tushuntirib yozsangiz. Xo'p, vazirlar mashinasi Muxtor akaga aloqasi yo'q, to'g'ri tushuning. Xo'p, Rossiya yengilsa kontributsiyani juda Rossiya yengiladiganga o'xshamayapti, hurmatli muxlis. Yevropa Chin yetimga aylandimi? Mana shunday. Ya'ni Yevropa Chin yetimga emas. Yevropa aytadi-ku, o'zi bir balog'atga yetgan yaxshi bir katta odam edi, lekin Amerika Qo'shma Shtatlariga bola bo'lib olgan edi. AQSh shundan voz kechdi, ya'ni Yevropa katta odamlardek faoliyat yuritishi kerak. Xo'p, so'nggi savol ushbu ko'rsatuvga Muxtor aka. Super davlatlar davri boshlandimi? Endi zamona zo'rniki. Men bunga yo'l qo'ymaymiz, xudo xohlasa, hurmatli muxlislar. Mana O'zbekiston kabi mamlakatlar rivojlanishi kerak, Markaziy Osiyo bilan birlashish kerak. Hech kimni zamon zo'rniki qilib olishiga yo'l qo'ymaymiz, xudo xohlasa. Muxtor aka, urush boshida G'arb Ukrainaga beminnat moliyaviy yordam berayotgan edi. Yaqinda Britaniya 3,5 milliard kredit ajratdi. Endi Yevropa davlatlari avvalgidek shunchaki pul bermaydimi? Endi nazarimda hozir o'sha ya'ni hammasi kreditga o'tib ketadimi demoqchisiz? Kreditlarni qandaydir qaytarish mexanizmlari ishlab chiqilganligi uchun kredit beryapti-da. Ya'ni bu haligi qaytarib olish imkoni yo'qsiz kredit berayotgani yo'q. Ya'ni bu Rossiyaning o'sha g'arb banklarida saqlanayotgan moliyaviy mablag'ini dan foydalanish evaziga keladigan foizlar hisobiga yopish. Buni Fransiya tomoni ham bayonot bilan berdi. Ya'ni biz grant beryapmiz, kredit bersak aynan shu mablag' hisobini qilib beryapmiz, deyapti. Endi baribir urushning yuki allaqachon Yevropaga tusha boshladi. Ya'ni bu urush hozir resurslar urushiga allaqachon aylanib bo'lingan. Ya'ni hozir sanab o'tgandek mardlik namunasini ko'rsatib turib yengadigan davr bu urushning boshlang'ich davri bo'ladida. Vaziyat o'zgartirib yuborish. Hozir allaqachon bu aynan resurslar jangiga o'tib bo'ldi. Ya'ni shuncha tank, shuncha samolyot bo'lsa, mana natijaga erishish mumkin. Bu bo'lmasa erishish mumkin emas. Ya'ni kam sonli askarlar bilan faqatgina jangovar mahorat evaziga hududni egallash bosqichidan o'tib bo'ldi. Bu Rossiya uchun ham xuddi shunday, Ukraina uchun ham xuddi shunday. Shunday ekan, demak bu resursni ta'minlab beradigan insoniy resurslarni aytib o'tishimiz mumkin, moliyaviy, harbiy qurollarroq
bu g'arb jamiyatiga borgan sari jamoatchilikka buni tushuntirish qiyinlashib boryapti, chunki u qaysidir mablag' sohaga yo'naltirilgan mablag'larni hisobiga bu yoqqa yuborilyapti-da. Shuning uchun ham bu urush bir vaqtning o'zida dunyoni o'zgartiryapti. Nafaqat Ukraina, Rossiyani, Yevropani ham o'zgartiryapti. U yerda ideologiya o'zgaryapti. Ya'ni muayyan darajada ehtimoliy urushlarga tayyorgarlik ko'rishni tayyorgarlik bosqichi deb qarash boshlanyapti Ukrainaga nisbatan. Shu bilan bu urush xarajatlarini oqlashi mumkin deb o'ylayman.